Akalar shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, nasib bo'lsa bugun 10 mingta bo'lishimiz kerak bo'lsa, uni 10 mingta kimlar uchundir kichik natija bo'lishi mumkin, lekin bizani o'sha qilgan harakatlarimiz, mana Sherali do'stimiz bilan birgalikda qilgan harakatlarimiz shu 10 mingtaga arzisa agar bitta like bosib, pachka tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga. Kia K5 bu panoramasi bilan bo'ldi. O'zbekistonliklar qalbidan joy olgan mashina hisoblanadi. Turishini qaranglar, buni Delskiligini. Xullas mashina 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 94 ming kilometr mazobani bosib o'tgan. Aka, kraskalari tozami? Qanday kraskasi? Mutlaqo toza deyaptilar. Akalar, bu ikkita atmosferik motor hisoblanadi. Hozir yangilari faqat 1,5 2 turbina chiqyapti. Xullas mashina aytib o'tganimizdek kraskasi mutlaqo toza ekan. To'liq shumka bo'lgan deyaptilar. Trak tomlarigacha, ashkolarigacha, eshiklari hammasi bo'lgan ekan. Tonirovka rassinasigacha bor ekan. Даже заводской diskada turibdi. Yumshoq balon qo'yilgan, o'rta holatda. Farhod, salom yaxshi ko'rsatib o'ting. Bu mashinaga men olishni tarif bera olmayman, chunki nima deydi, o'sha hozirgi zamonaviy talablarni hammasiga javob beradigan mashina hisoblanadi. Panoramalarni turishini qaranglar. Eshikni orqalarini yaxshi ko'rsatinglar. Mana panoramani turishini qarang. O'zgacha mashina baribir K5. Orqasini ko'rsating, turishini qaranglar. Sportning sport kartiga o'xshaydi, bilmayman, o'zi fiklar yozib qo'ydim. Menga juda ham yoqadi. Oldi ham, orqasi ham, saloni ham o'sha ham ayniqsa panoramasi. Marhamat. Bagaj qismi, kattaligini qaranglar. Bir xonali kvartira orqasi buni. Eng muhimi aytib o'taman sizlarga. O'zi bu K5lar gavdasiga qaraganda anchagina ekonomik mashina hisoblanadi, lekin sizlar uchun bonusga ham qaranglar, parabanchilari bor ekan. Mashina narxiga keladigan bo'lsak, akamizni ko'ngillariga qo'l solib, 24 mingga 1-2 so'm qo'ysalar agar, qo'shsalaring mashina beriladi. 24 mingga, 200, 24 mingga rostdan berilmadi. Chunki mashinaning ichida savdo bo'ldi 24 mingga. 15 minut qarab turdik. To'g'ri kelmadi, 24 mingga bermadilar. 100-200 qo'shsalaring beriladi. Telefon raqam pastda bo'ladi. K5 yoki Malibu izlab yurgan tanisingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Rahmat hammaga.